Assalomu alaykum. Men Diyorbek va biz Go'da dastur yozamiz. Ertadan boshlab 20-mi? 20 oktyabrdan boshlab biz siz bilan birgalikda LeetCode'da a, shu data structures and algorithmsga bog'liq a, masalalar yechishga a, qaror qildim. Ertadan boshlab LeetCode'da masalalar yechishni boshlaymiz. Xo'p, demak, dasturlar masalalarni Go dasturlash tilida yechamiz va a, bu masala yechish jarayonimni YouTube'ga joylab borishdan maqsad consistency, ya'ni davomiylikni saqlash. Nimaga? Chunki agar men bilsam ertaga a, shu YouTube'ga video joylashim kerakligini, shunda bu qandaydir meni qistaydi degan bir menda tasavvur paydo bo'ldi. Shuning uchun a, bu meni a, muammoni yechish jarayonimni YouTube'ga joylashga qaror qildim. Undan tashqari bu yaxshi keyinchalik o'zim uchun ko'rib turib bir qandaydir bir xotiralar bo'lishi mumkin va undan tashqari kimdir agar yangi boshlayotgan bo'lsa dasturlashni o'rganishni, ular uchun bir qiziqarli videolar bo'lishi mumkin va eng asosiysi nimadir o'rganishi mumkin. Agar bu videolardan nimadir o'rganayotgan bo'lsangiz, men judayam xursandman. A, Bu a, bu men bu YouTube kanalda qilishim mumkin bo'lgan eng yaxshi ish bo'ladi. Barchaga rahmat. Ertaga ko'rishguncha.